Diqqat, shoshilinch xabar. 4-sinfda o'qiydigan tojik millatiga mansub bola mudhish hodisa qurboni bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rossiyaning Moskva viloyati Odinsevo shahrida sodir bo'lgan maktabdagi qotillik Tojikiston jamoatchiligida jiddiy xavotir uyg'otdi. Ma'lum bo'lishicha, 15 yoshli o'smir 4-sinfda o'qiydigan tojik millatiga mansub bolani pichoqlab o'ldirgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda Rossiya ichki ishlar vaziri rahbari Vladimir Kolokoltsev bilan telefon orqali muloqot qilib, ushbu voqeani atroflicha muhokama qilgan. Bu haqida Respublika Ichki ishlar vazirligi rasmiy axborot bergan. Aniqlanishicha, hujum qurboni bo'lgan Qobiljon ismli bola Tojikiston fuqarosi hisoblanadi. Tojikiston tomoni bunday dahshatli jinoyatlar jamiyatda millatlararo keskinlikni kuchaytirishi va radikal guruhlarning faollashuviga olib kelishi mumkinligini ta'kidlagan. Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev esa voqea bo'yicha xolis va har tomonlama tergov olib borilayotganini, barcha zarur choralar ko'rilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, 17-dekabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasman bayonot berib, sodir bo'lgan jinoyatni keskin qoraladi hamda halok bo'lgan bolaning oilasiga ta'ziya bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ham Tojikiston tomonidan hamdardlik izhor etgan va ishni to'liq o'rganishga va'da bergan. Eslatib o'tamiz, hujumni sodir etgan o'smir Timofey K. qo'lga olingan. Tergov davomida uning telefonida qurbon bolaning surati, shuningdek ekstremistik mazmundagi materiallar aniqlangan.